Assalomu alaykum, Ma'lumot Uz kanalining hurmatli tomoshabinlari. 9600 bo'ldi. Echkilar necha bilan bo'ldi? Tog'an echkilar necha bilan bo'ldi? 1 million so'mdan. Ya buqalar necha bilan bo'ldi aka? 52 aka. Ikkalasi 52 million so'mga berilmoqda mana shu Greenfood buqalar. Aka necha pul bo'ldi uni? Necha pul bo'ldi? 21. Bo'g'ozmi? Bo'g'oz 7 oylik. 7 oylik bo'g'oz. 21 million so'm bo'libdi. Barakasini bersin. Sotilgan va qaytgan mollar narxlarini chiroqli yoritib beraman akalar. Videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab turibsizlar. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Do'rmanchi chorva bozori. Hafta kuniga seshanba 18-noyabr 2025-yilda syomka bo'lyapti. Bir boshdan narxlarni yoritaveramiz. Aka, novosa necha bo'ldi? 14 million so'm, rahmat. 14 million so'm, bo'yi 1.15 kilos. Sigir necha bo'ldi aka? 21. Bo'g'oz, ha? 21 million so'm bo'g'oz. 7-8 oylar atrofida bilinib qolibdi. Xo'sh, qo'ylar kelyapti. Qo'ylar bular ko'p ekan. Ikkita kattasini so'raymiz. Aka, ana shu necha pul bo'ldi katta qo'chqor? 72. 7 million 250. Buzovchilar necha puldan bo'ldi? 8 yarim 9. 8 dan 9 gacha ekan, 10 million so'mgacha ekan. Xo'sh, bu qancha qaytib kelyapti? Nima bo'ldi ekan? Hozir bitta qo'y kelyapti, shuni so'raylik. Videoda tushib qolgan aka-ukalar bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar, rozi bo'lasiz. Aka necha yil bo'ldi? 5 million so'mdan qaytib berilmoqda. Qo'chqor necha yil bo'ldi aka? 4 million 900 baraka bo'libdi. Xo'sh, hurmatli tomoshabinlar, aka-ukalar, ana shu videoda endi odamlar ham tushib qoladi, shuning uchun rozi bo'lasizlar endi. Videoga tushib qolganlaring uchun. Tog'a necha yil bo'ldi? 22. Bo'g'oz shekilli 22 million so'm bo'ldi. O, katta buqani vaqa ketib qoldi-yu. Men mana shu joyda turishim kerak ekan. Qo'yda necha bo'ldi aka? 38 rahmat. Uni ochib necha bo'ldi aka? Sotilmayapti. Xo'p, qo'chqorlar gala-gala chiqib ketdi. Necha pul bo'ldi aka? Necha puldan qaytdi? Kitap so'ramading. Xo'sh. Qani? Giganligini qarang mana. Buni ham narxini so'ralmay qoldi. Mana shunda turishim kerak ekanda men. Aka, narxi necha bo'ldi? Narxi 8,5 million so'mga nash qo'chqor bo'libdi akalar. Ko'ringlarchi. Nozirga necha bo'ldi? Qo'chqor ekan, xullas narxini aytmadi. Aka necha bo'ldi? 18 million so'mga buqa mana. Ko'ringlarchi. Qo'y pastroq, shu 1.10 atrof. Bunisi necha bo'libdi? Ha, eshitmay qoldim. Xo'sh, sigir chiqyapti, qisirmi, bo'g'ozmi hozir so'raymiz. Necha yil bo'ldi? Bo'g'ozmi? Qisir. 22,5 million so'm. Qisir ekan. Ya bu qisir dedi. Xo'sh, qo'chqor necha yil bo'libdi? Sotilmayapti. Xo'p bo'ladi. Necha yil bo'ldi aka? Mo'min yo'qmi ekan? Ona bolami, qisirmi bilmayman. Xo'p, aka necha bo'ldi novvoscha? Kelasi 24 3 bo'ldi. 24 million 300 jupiga mana. Novvoschalar. Bunisi necha bo'libdi? 11,5 million so'm. Bunisi aka? Qaytibdi bunisi. Xo'p, juda ko'p ketdi. Aka necha bo'ldi? 8. Buni olgan 8 million, 1 metr atrofida bo'yi. 1 metr pelis bo'lsa. Tash qo'chqor so'ralmay qoldi. 5 million deydimi tog'a? 5 million so'm bo'libdi. Bitta novvoscha shekilli, novvoscha kelyapti. Aka necha pul bo'ldi? 10,5. 10,5 novvoscha. Buzovchalar necha puldan bo'ldi? 10 ojinlar. O'z narxini aytishma. Novvos kelyapti, katta novvos. Narxini so'raymiz. Narxi necha bo'ldi aka?
25 million so'm mana shu buqa. Xo'sh, Novvosa necha bo'ldi aka? 12 million 700. Rahmat. 12 million 700 bo'libdi ana shu Novvosa. 1 metr oshiqroq keladi bu. 470 bizdan kelsa. Katta sigir chiqyapti. Hozir bilamiz. Qisirmi, bo'g'ozmi? Mana. Aka necha pul bo'ldi? Aka necha pul bo'ldi? 39 dan qaytibdi mana shu sigir. Katta sigir ekan. Aka necha pul bo'ldi bu? 35 dan qaytdi. Bunisi necha pul bo'ldi? 32 dan qaytdi. Aka shunday qiling. Katta sigirlar ekan lekin. Aka necha pul bo'ldi Novvoscha? 14,5 million so'm. 1.5 sm atrofida. Ma'lumot uz kanal aka. Aka necha bo'ldi sigir? 19,5. Aka qo'ylar necha puldan bo'ldi? Necha puldan qaytdi? 86 dan qaytdi aka. 8,600 dan. Necha pul bo'ldi aka Xunojon? Aytishman narxini. Xo'p, aka necha puldan bo'ldi bular? 94 bo'ldi lekin. 9 million 400 qo'chqorlar. Ikkitasi. Sigir necha pul bo'libdi sigir? 21,5. Yashang. Bolasi Xunojon ekan 21,5 million so'm bo'libdi. Bolasi ham bormi qonida? Bo'g'oz ham ekan. Qornida bola, yonida bola. Bolasi ham katta o'qib qolibdi. Bo'g'oz ham ekanda. Xo'sh, qadrdonlar, sekin chiqqanlar so'raymiz. Buqa chiqyapti. Aka pulini aytib keting. 27 million. 27 million so'mga katta buqa akalar. Ko'ringlarchi? Mana. Xo'sh. Aka qo'y necha pul bo'ldi? 3 million. Bo'g'ozmi, qisirmi? Qisir 3 million so'm bo'ldi. Yaxshi narx bo'ldi mana shu. So'ysa bo'laveradi mana shu. Xo'sh, qani ko'raylikchi, yana qanaqalari chiqar ekan. Bola necha puldan bo'pti aka? 4,5 ga 5,5 bunisi bo'pti. Qo'chqorlar qaranglar. Xo'sh, u tomonda zo'r qo'chqor ketib qoldi. Aka necha pul bo'ldi? 25 million so'mga mana shu buqa mana. Bunisi so'ralmay qoldim, bunisi buzib tashani ham yo'qdi. Tak, mana shu qo'chqorni bitta bor so'rab kelaychi. Qo'chqor turishini qaranglar. Yoqqanga ham rahmat shunchalik. Qani? Aka necha pul bo'ldi qo'chqor? 7,5 million so'mga ber ekan. Zo'r, barakasini bersin. Lekin zo'r bo'lib semiribdi jonivor. Ana. Xo'sh, qo'ylar necha puldan bo'pti aka bular? Mash qo'chqor so'raymiz. Mash qo'chqor necha pul bo'pti aka? Sotiladi. Bular sotilmadi. Bu qo'chqor necha pul bo'ldi? 4,5 million so'mga sotilibdi. Aka necha pul bo'ldi bu? 9 million 600 Xunojon. Biri 10 atrofida kelib qolsa kerak. Aka necha pul bo'ldi bu? Qancha? 4 million 600. 4 million 100 so'liq. Qo'chqor necha pul bo'ldi aka? Necha puldan qaytdi? Eshitmadi ekanmiz. Xo'p, Xunojon chiqyapti. Necha pul bo'ldi? Aka ayting. Orqadan aka necha pul bo'ldi? 13 dan qaytdi. Chiroyli Xunojon. Aka bular necha puldan bo'ldi? Rahmat. Jupiga zo'r bo'ldi. 24,5 million so'm. 1 metr atrofida, 1 metrdan kam emas lekin bo'ylari, Novvosalar 24,5. Aka sizga necha pul bo'ldi? Bu 12,5 bo'ldi. 12,5 Novvosa. Bu ham o'sha 1 metr atrofida keladi. Aka bular necha puldan bo'ldi? 18 jupiga. Xunojonlar 1 metr oshiqroq keladi bo'ylari. Tak. Novvosa narxini aytib keting aka. 17,5 million so'm ko'chat zo'r ekan. Sizga necha bo'ldi aka? 15 millionga sotilmabdi. Bolasi Xunojon birinchi oy ikkinchi bola. Aka bu necha bo'ldi ona bola? Aka necha bo'ldi? 19. Bolasini Novvos 19 million so'm.
Sigir zo'ri ketib qoldi. Bu necha yil bo'ldi aka? Aka necha yil bo'ldi? Bilmayman aka. Ha, sizdanmi aka bular? Hop, sigirni zo'ri ketdi, lekin bozorda ko'rmagandim bunaqa sigirni. O, ketdi. Bolasini qaranglar. Xo'sh. Necha pul bo'ldi? 5.700.000, 5.800.000. Zo'r bo'pti narxi. Xunojinlar. Novvoscha. Egasiga bari gapirsam eshitib. O, novvoschani qaranglar, novvoscha. Ikki kishi bo'lishimiz kerak ekan. Bir kishi so'rab turadi, bir kishi eshitib turadi. Aka necha bo'ldi? 21.400. Rahmat ana. Naql aytishsan narxni. Sizga necha bo'pti aka? Ana aka, Nesmurod Sherxon. Sherxon aka necha bo'ldi? 16 million so'mga qisir. Buqa necha bo'pti buqa? Necha pul deganni ham eshitmay qoldim. Xo'p, novvoschalar necha puldan bo'ldi aka? 9dan. Yaxshi arzon bo'pti. 1 metrga bormaydi-yu. Bo'ylar shu taxminan 85-90 atrofida keladi. Bular necha pul bo'ldi aka? 4.5 million so'm. Ona bola. Bolasi ham so'liq ekan. Sotilgan va qaytgan mol qo'ylar narxlarini yoryapmiz. Mehnatimiz qadri like bosishdan chiqmasin. Necha puldan bo'ldi bular? 6 million so'mdan. Ikkalasi ham so'liq, qisira, bo'g'oz. 6 million so'mdan. Semiz ekan. Bular necha puldan bo'ldi aka? 5.5dan. Bular ham bo'g'oz. 5. Bloggermisiz? Kim ana non bo'ladigan? Ya ana bo'lmasa. Yangicha texnologiyadan. Necha puldan bu qo'zi qo'chqorlar aka? Mana bu bilan mana uni 6.200.000 ga bermadim. Buni kattalarni. Ha. Aha. 3 milliondan qolganini bermadim. 3 milliondan bering desam 100.000 dan so'rashyapti. Hop, 100.000 o'tib bering deyapti ekan. Xullas, qolganiga. Toza hisob ko'rsating. Hisobi qo'zi qo'chqorlarni, haj jonivorlar. Hammasi qo'chqor aka. Aka bitta gap. Nechta bitta? 9ta. Hammasi bir joyga olsa, shunday. Necha puldan beraveramiz? 9dan bermay mana chiqyapsan aka. Bo'ldi. 3 milliondan bo'lsa sotdim. 3 million so'mdan. Hovli Qo'qondagi nomeringizni aytib qo'ying aka. 91lik 687 687 58 18. 58 18 raqamlarga telefon qilaverasiz aka. Quloqlari ham butun ekan jonivorlar. Mana qaranglar akalar, telefon qilaverasizlar. Sotilgan, qaytgan mol qo'ylar narxlari. Xunojinlar necha puldan bo'pti akalar? 19 million so'm. Bular necha puldan bo'ldi aka? Oh, yomon nimalardi? Bular sotilganlari ham, sotilmaganlari ham qaytib ketadi, bozor tugadi. Hozir hammasini narxini so'raveraman. Necha pulga sotmadi, necha pulga sotdi? Mana Uzicha akamiz aka nomeringizni bitta aytib keting, charchamayapsizmi aka? Aka sog'lar. Rahmat. 90lik 90lik 343 343 45 64. 45-64 raqamdagi telefon qilaverasiz. Vodiy bo'ylab aka. 40 kunlikdan ko'raveramiz. 40 kunlikdan haqida ko'rsataveradi. Apparat va o'zi apparati bor. Telefon qilaverasiz. Charchamang aka. Ko'pchilik kommentarda yozib qolyapti, "Ali akani nomerini tashlab qo'ying" deb. Mana videoga ham aytib chiqarib qo'ydik. Telefon qilaverasizlar akalar. 40 kunlikdan haqida ko'rsataverar ekan. Kimgadir foydasi tegib qoladi akalar. Xo'sh, sigir chiqib ketdi. Aka necha bo'ldi bu? 15 million so'mga ana sigir. Qisir. Bolasini ajratib sotishgan shekilli. Aka bu qancha bo'ldi? 18. Bunisichi? 18 million so'mdan bo'pti mana shu buqalar akalar. Xo'sh. Davom etamiz. Katta qo'chqor. Necha pul bo'ldi aka? Bu 5.700.000 so'm bo'pti mana shu qo'chqor akalar. Mana shu buqani bilmay qoldi. Xo'p, aka necha bo'ldi? 17 qisir. Sotilgan, qaytgan mol qo'ylar narxlari. Do'rmanchi Chorva bozori. Like esdan chiqmasin, hurmatli tomoshabinlar. Kanalga podpisatsiya bo'lishim esdan chiqmasin. Qo'zi necha bo'pti aka? 3 million so'm. Novvoscha necha bo'ldi aka, novvoscha? 13 million so'm bo'pti mana shu. Xo'sh, aka necha puldan bo'ldi? 24 million so'm bo'pti ikkalasi, 1 metr atrofida. O, qo'ylarning gullari chiqyapti mana. Ha? Davom etamiz akalar. Buqa chiqyapti. Aka necha pul bo'ldi? Sotilmayapti. Sizga necha bo'ldi aka qisir? Necha puldan qaytdi? Egalasi 30 dan shekilli.
15 million so'm. Qisir. Sigirlar. Xo'sh. Xo'sh. Rahmat, Tuzmis aka, ishlar yaxshimi? Yo'q. Sekin meni bosib qo'yardi hozir. Mollarni ham yo'lini do'sti ya. Xo'sh, shvet so'raylikchi. Shvet mana. Bu olim shekilli. Bu shvet necha yil bo'libdi, ona bola? Qaytdi bu. 9.5 dan. 9.5 dan. Mollar buzdashadi. 9.5 dan qaytdi, novoz sotilmadi, ona shik. Aka, sigir necha yil bo'ldi sigir? Voy bile, yomon qattiq tegdi lekin. Tekkanda ham o'sha qirrasiga tegdi-da. Akalar necha bilan bo'ldi bular? Aka necha bilan bo'ldi? 46. 26 dan. Xo'sh. Aka narxini aytib keting endi. 25 million so'm bo'pti mana sigirimiz aka. O'zi yakka. Xo'sh, buqalar aqa ketib qoldi. Mana yerda turishim kerak ekan men. Qachon so'raymiz? Aka, alaykum assalom. Necha pul bo'ldi aka? 15 million 800 dan qaytdi. 15 million 800 dan qaytdi. Mana buqa. 120 bo'yi. 120 bo'yi. 1 yoshar ekan. Shunchaga sotilmayapti. Mana shunaqa bo'lsa ekan. Hamma ma'lumotni o'zi berib qo'ygan. Xo'sh, qani yana chiqib qolarmikan mollar? Katta buqa. Aka, necha pul bo'pti? Necha pulam dedi, to'g'risi eshitmay qoldim. Eshitmay qoldim-da. Necha pulam dedi? Xo'sh, qadrdonlar mana qo'limizdan kelgancha narxlar yoritdik. Aka, qo'chqorlar necha puldan bo'ldi, tog'a? Qaytdi. Necha puldan qaytdi bular? 6 dan, bunisi 9 dan. 9 million so'mga kattasi, bunisi 6 million so'mga berilmoqda. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Do'rmancha chorva bozoridamiz. Sotilgan mol qo'ylarni yoritdik. Like bosib kanalimizga obuna bo'lib qolsanglar, videoni shu yerda o'z nihoyasiga yetkazamiz.